ko'pchilikda muammo YouTube kanalda to'g'ri ocha olmaydi yoki sozla olmaydi. Bu bo'yicha men sizlarga sovg'alar beraman va YouTube'dagi to'g'ri yo'nalish tanlash, ya'ni YouTube'da yo'nalish juda ham muhim. Ko'pchilik noto'g'ri yo'nalishni tanlab turib, ertaga yaxshi natija qila olmaydi. Mana shuni to'g'rilaymiz. YouTube algoritmini bo'ysundirishni o'rgataman. Ya'ni nima qilsak bizni prosmotrlarimiz million bo'ladi, bizga ko'proq obunachi keladi, biz ko'proq pul ishlaymiz. Buni o'rgatib o'taman. Video nomini va taglarini to'g'ri yozishni o'rgatib o'taman. Obunachi va prosmotr ko'paytirish yo'llarini o'rgatib o'taman. YouTube kanalida pullik monetizatsiya xizmatga qanaqa ulash mumkin, o'zi qanaqa qilib pul ishlash mumkin, bularni yoritib beraman va YouTube'da video qilmasdan pul ishlash yo'lini ham sizlarga xudo xolasa o'rgatib o'taman. Video qilmasdan YouTube'dan pul ishlasangiz bo'ladi, buni yo'li bor. Oxirigacha o'tirsanglar, hammasini o'rgatib o'taman va IP onlayn kursimizni taqdimotini qilib beraman va undan tashqari savol-javob bo'ladi va sizlarga sovg'alar beriladi. Xo'p, tashkiliy masalalarni men sizlarga yetkazib o'tay. Bizda tashkiliy masalalar bor. O'shalarni men sizlarga hozir yetkazib o'taman. Bir daqiqa. Xo'p, tashkiliy masalalar bizda o'rtamizda 30 soniyalik farq bo'ladi. Jonli efirda to'xtatish mumkin emas, chunki zapis bo'lmaydi. Siz kirdingizmi, oxirigacha o'tirishingiz kerak. Agar chiqib ketadigan bo'lsangiz, bu master klassimizni qaytib topa olmaysizlar. Chunki bu bugunga rejalashtirildi. Bugun 7:30 da boshladik. Xudo xolasa bilan 3 soat davomida birga bo'lamiz. O'rtacha 3 soat davom etadi va moderatorlar chatni nazorat qiladi. Bir-birimizni haqorat qilish, bir-birlaringizni qanaqadir sha'ningizga tegadigan gaplar gapirilmasin, so'kinilmasin, bo'lmasa bizni moderatorlar sizlarni chorniga soladi. Shu bilan butun umr bizning kanalimizda siz chorniga tiqilasiz va master klasslarda videolarni ko'ra olmasligingiz mumkin. Shuning uchun bir-birimizni hurmatimizni qilib, chatda odobli, axloqli insonlar bilan birga o'tirganda o'tiraylik. Ya'ni har xil so'kinishlar bo'lmasin. Xo'p, kelinglar, sovg'alarimiz bor. Sovg'alarimiz nimadan iboratligini men sizlarga to'liq tushuntirib o'taman va sizlarga o'shalarni qanaqa olish yo'lini ham tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi sovg'amiz, biz 3 ta insonga 1 million so'mlik voucherdan beramiz 3 kishiga, ya'ni 3 million. Bu voucherda qanaqa qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Ya'ni biz sizlarga men mana shu webinar davomida, master klass davomida sizlarga YouTube haqida ma'lumotlar berib ketaman. Qanaqadir faktlar keltirib ketaman. Mana shu bo'yicha men sizlarga keyin Telegramda oxirgi webinar oxirigacha o'tirsanglar savol beraman. Ya'ni shunaqa narsa gapirib o'tirdim, uni nima ishni bajaradi deb savol taylayman. O savolga kim birinchi to'liq javob bersa, o'sha insonga 1 million so'mlik voucher beriladi va mana shunaqa savoldan men 3 tasini sizlarga beraman. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni mana shu master klass davomida diqqat bilan meni tinglab o'tirsangiz, men sizlarga ma'lumot beraman. O'sha ma'lumotdan kelib chiqib, master klassning oxirida sizlarga sovg'a beraman. O'sha savol beraman. U sovg'ani kimdir to'g'ri topadigan bo'lsa, voucherni qo'lga kiritishi mumkin. Shuning uchun master klassimizda diqqat bilan hamma narsani tinglab o'tiring. Chunki boshqa narsaga chalg'ib qolsangiz, boshqa narsa bo'lsa, yaxshi